Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyati tarafidan 2008 yil 4-oyda ikkinchi qitim nashr qilingan yozuvchi Abdulla Talibning biografiyalik romani Qaynam o'rkishi. 4-bob. Sürgün. 1942-yil 12-oyning oxirgi kunlari edi. Şinjan gazeti tahrir bo'lim koridorlaridan 2-3 ayol xizmatchi ishxona derazasining tuviga yaqin qo'yilgan ish ustallarini cho'rdab bir-biriga yaqin chaplashib o'ltirishib, anglagan ishtikanlari ustida o'zaro fikrlashatdi. Ishxonaning eshigi tal-palla g'ijirlab qolsa, huduqishib, paranglarni tezla yig'ishtirilishadi-da, signal batlarini silishtirayotgan bo'lishib. G'ijirlash to'xtab bo'limga odam kirgandan keyin hammasilar voy yurkim deyishib, yana as hushlariga kelishadi. Ularning deyishayotganlari burilish yillaridagi yangi vaziyat taraqqiyotining tashvishlari edi. Taraqqiyparvar kishilar orqa-orqadan tutqun va surgun qilinmoqda edi. Şinjan gazitxonasida mas'ul bo'lib ishlayotgan Munavvar kompartiya a'zolari kayni-kayndan qamilib ketdi. Korektor ayollar andisha qilishgandek Lutfullarni bir yomon qismat qo'lashmoqda edi. Uning kaynida bir modish devining soyasi agishib taylab yuratdi. Lutfullar tunugun oqshom kechilik isminda ishlaganlikdan hozir yotqida uxlayotdi. Uning o'rnida kunduzlik isminida navbatchi muharrir o'ltiradi. U muharrir atigan qoq saharda ish o'rniga yetib kelganda ustal ustida turgan bir bog'ni ko'rdida uni qo'liga olib darhol o'qidi. Keyingi son adabiyot gulzorining yosh yozuvchilarga yordam istoniga bir kichik maqola yozib tarjimasilik qo'ydim. Ko'rib bo'lib nabrsiqqa o'tkazib mi navbatchi muharrir tartmalarni aqtirib o'tib, Lutfullarning bir kichik xotira daftarini ko'rib qoldi-da, ichidagi xotirlarni o'qishga qiziqib ketib, Lutfullar havola qilgan vazifani yodidan chiqarib qo'ydi. U beshini ko'tarmay xotira ichiga cho'kdi ketdi. U aralab ilmi boshqa birining qo'liga tushib ketmabdi deb qo'yatdi. Biz shu muharrirdan anglab olganimiz bo'yicha Lutfullar xotirasining mazmunidan qisqacha bo'lsa-mu kitobxonlarimizni xabardor qilmoqchimiz. 12-oyning 1-kuni. Fasl o'zgardi. Mudhish sovuqda xazon tallar muzlamoqda. Yetim yesirlar ko'chalarda nolzor qilishmoqda. Shibirg'anlar badanga chayonning nashtirdek sanjilmoqda. Qora bo'ronlar elektr sim to'riklarini sundirib, qorong'u tuman har yerni qoplamoqda. Bug'da va tilsim tig'i ustiga 7 boshliq deva chiqdi. Bu bir cho'ng ofatning bishorati. Tilsim tig'i Urumchining g'arbidagi yomonlik tig'i. 12-oyning 3-kuni. Burilish yillarini xotirga putib qo'yishga to'g'ri kelyotdi. Bu voqea Chako'dan keyin yuz berdi. Yer o'qi ta'tir cho'rgilashga boshladi. Sening amdila ravon uzmoqchi bo'lgan kemanga daryoning g'azablik to'lqini qattiq urilmoqda. Bu sana qattiq sinoq. Demak, bu sinoq yo'llari. Chako 1942-yili Jiangxishining xotini o'ltirib, Urumchiga uchib kelgan aeroplanning belgisi. 12-oyning 5-kuni. Daryo sohillaridagi yeshil maxmaldek go'zal chimanlar qaydisan, chinorlar qurib, bulbullar tazmakda. Armansız aşık məşuqlarının aramgahları xarabilikka aylanmoqda. Şiddetlik ufqun. Qaçma, qaynam o'rkishi sirdishing sening. Qaynam bo'lib tashiman, o'rkash bo'lib aqaman. Umid chirg'i qalbimda. 12-oyning 7-kuni. Baynal minal taqaldi. Baynal minal Nelliyandagi ilg'or kitobxonaning nomi. Adab, insof, diyonat, nomus veveskilari esildi. Qizlar yana qora nichak ichiga kirmoqda. Adab veveskilari esilgan qora darvozalar ichida qaroqchilar g'animat taqsim qilishdi. Insof cho'qan silinayotgan joyda boshlar kesilyotdi. Diyonat to'g'langan mahkamalarda parxurlar avj ilyotdi. Nomus pardasi tortilgan makonda fohishxonalar qurilyotdi. Mana bu buzilish yillari. 12-oyning 11-kuni. Men yaqinda Yanxan masjidi oldida erlari hapsaga ilinib ketilgan 2 ayolni uchratdim. Biri Xanzu, biri Uyg'ur edi. Ular menga amdila gap qilay deb turibdi. Menga tunish bir kishi orqamdan kelib ayollarning qishidla menga bular xoinlarning pushti. Hazar aylang, so'zlashmang dedi. Men darhol uningga men bular bilan so'zlish qo'ydim.
Undaq bolsa, sizmo menandan hazar aylang, dedim. Rastilla o menandan yüz örüp ketdi. Adamlarning eng sharmandisi qo'rqinchoq ekan. Endi bildim. Rast shundaq. Qo'rqqanlar sharmandalar. Hapsa Solaxana. O 2-ayning 15-kuni. Shunqarning qanot quyruqi bo'g'ishlandi demanglar. Men yanala samoning qa'rida parvoz qila olayman. Yillarning burilishi ömürning kichik bir bo'g'iniga to'g'ri keladi. Hayot piramidasi qatlam-qatlam palampaylardan tutgan. Men uzoqcha ko'kliyalayman. Bo'g'inliq chinordek yashnab o'sman. Atiyaz keladi. Zimiston cho'qim ketadi. G'oyilik odamga iqbol chirg'i yinib turadi-ki, hargiz o'chib qolmaydi. O 2-ayning 23-kuni. Peshonasiga mushu yaqing'ichiliklar 6 burjak belgi taqab yuradigan janobi Yantaqub amdi 12 burjaklik kapga kiyishga o'zgarib, yanala g'adib yuribdi. Ko'rang nodonlikning tanglimisi, takabburlik, ahmoqlikning hamjo'risi. O 2-ayning 24-kuni. Ba'zi odamlar obida o'rinda maydisiga pul, mansab va paytundan iborat kuchxatlik iznat taqashmoqda. Anlasam ular zamonshunoslik ilmining mastonlariymish. Yo'l bo'lsin, xamilyonlar. O 2-ayning 27-kuni. Ey qadrdonim, jonon qiz, siz meni zodi chin ko'nglingizdan so'ydingizmi? Mening misol naqshamga hamjur bo'la olamsiz? Hijron siniqiga bardosh bera olamsiz? Hicran azapning sınaq musafisi, chin muhabbatning haqiqiy yorqin ilhomchisi. Lutfullahning tafakkur durdanlari bilan bezalgan xotir putuklari 1943-yilga kirgandan keyin kun aralab emas, har kunniki yoziladigan bo'ldi. Bu xotirlar berib mukammal falsafa qomusiga aylanmoqda edi. U mushu malika bilan ich pushqini chiqaratdi. Fikr iqtidorini saqlab chiniqtiratdi. Onun yiniga hicran farishtasi yetib kelguncha, hozir uni muhabbat azobimi qiynamoqda. Bu muhabbat burilish yillarining qattiq siniqiga duch kelmoqda edi. Yantaqubning buzg'unchiligidan hazar aylab, u so'ygu janonining nomini maxfiy tutdi. Hatto kundalik xotirasiga qadrlik janon degan sifat so'zni ishlatdi. Qadrlik janon rishtasi uzun tun kechalarda uni uyqudan bedor qiladi. 4-may arpa akşamı onun hujrasiga yana naburchik uzun yillik do'sti Turdi Hüseyin kirib keldi de Lutfullahga birla qarab unadan "Beshing og'riyotamdi? Nim bo'ldi? Ko'zing o'ltirishib ketganda ko'rinsan-ku?" deb so'radi. "Yo'q, uyqusizlikdan bo'lsa kerak", dedi Lutfullah. "Nemish uyqusizlik? Kechalari yezib, ishlab." Lutfullah sezdirmaslikka silib gapni achchilik bilan burib Turdi Hüseyin Yantaqub temisida söz başladı. Yantaqub qo'sh tapancha etilib yurdi. Bir yerdan mansab topgan o'xshamamdi. Lutfullah miyqida pisingidek kulib qo'yib, "Lalmining obro'yi qulning mansibi bo'lamdi", dedi. "Undaq bo'lsa, köpüklük qo'sh tapanchani u qandaq esib yuralsin? Sho'x tikanning munchiqi bo'ladi. U munchoqning uchida uzun qisqa köpükü bo'ldi. Sen balki shuni ko'rgansan?" "Ahval shundaq", dedi Lutfullah so'zni yana davomlashtirib. "Yantaqub o'rlagan siri bizga yangi safar tayyorlanyapti. Bu ancha huzurli safar emas, albatta. Shu chog'da sen menga safardosh bo'la olamsan? Ko'nglimdagi gapni qilyapsan", dedi Turdi tang'arqamasdan javob berib. "Biz Ili daryosi bo'yida tug'ildik, o'sdik, oxir bu yerga yetdik. Sening ko'zingga qadildigan tikan mening ko'zimga qadalsin. Sen nerede bo'lsang, men shu yerda." Lutfullah iç-içinden şadlanıp Turdi Hüseyin'e teşekkür bildirdi ve orundan ders durup sandıqını aqtırışqa mengivdi. Naburchik onun aldın to'sib, "Bugün kecha sen uxlashing kerak. Biz ati yana cho'nqirlab so'zlashaylik", dedi. Turdi Hüseyin qo'shishib chiqib ketdi. Lekin Lutfullah yana xotir yozishga kirishib, xili bir kam bo'lganda andin uxladi. Ertasi sahar u o'rnidan turibla, "Qani bugun Bag'dod sinab ko'rmangu" degan so'zni bir necha rat takrorladi. Orqadan chaqqonlik bilan kiyinib, gazitxondan cho'ng ko'chaga chiqdi. U cho'ng ko'rik ustiga kelganda, shimol tarafdagi Pakar Qiziltog'ning usti sharqda qad ko'tarib turgan bug'da cho'qqisidan yangila chiqqan quyosh nurida tovulib, go'yo o'tqashdek bo'lib ko'rinadi. Bu cho'ng ko'rikdan janub tomon daryo bo'yiga tushib,
Iqin suni bo'ylab mandi. U Mutaljan qor yog'ochligiga yetib borganda xili vaqt bo'lib qolgan edi. Lutfulla bog' ichini necha qitim aylanib chiqdi. U har bir tub qarg'ay tuvigacha aralaydi va o'tishayotgan qiz yigitlarga sinchilab nazar solatdi. Biroq yanila u talpinayotgan shu bir kishilar ko'rinmaydi. Men kechikib keldimmi nima? Lutfulla taqozolikda o'z-o'ziga so'zlaydi. Arqadan bog' ichidagi eriqning xoli bir yeriga berib, bulbullar sadosini anglab o'tirdi. Hozir uningga minutlar yilcha, daqiqalar oycha bo'lib ketayotgandek tuyuladi. U toza xiyol dengizida qiyib turayotganda, keyni tarafdan chechilgan bir o'chim sovuq suv uning yuziga urildi. U andiki kim debla orqasiga qaradi. Suv chachqan qiz uning ko'ziga xuddi oysifat yo'r pari bo'lib ko'rindi-da, Lutfulla darhol o'rnidan turib, qizning oldiga kelib turishiga "Sagib qolgansiz?" dedi qiz illiq talaffuz bilan. "Tenim sagigan bo'lsa-mu, biroq yurkim" dedi Lutfulla javoban yurak sirini ifodalab. Lutfullaning yurkim degan so'zni qiz faqat ishqi muhabbat ma'nosida tushundida, qizlarga xos uyatchanlik bilan zivillada bir qizirib, o'ng qo'lining olqini bilan so'l mang'zini to'sib, nomuschanlik ifodasini ko'rsatdi. Biroq Lutfulla uchun hozir yurkim so'zining qismat bilan muhabbatdan iborat qo'sh ma'niga ega ekanligi bakmo aniq edi. Bizga ism familiyasi hozircha noma'lum bo'lib turayotgan bu aqto'ng'il qizga Lutfulla bugun dal yurkining cho'nqur yerida saqlanib kelayotgan sirini to'kish uchun keldi. Bu sir amaliyotda qiz uchun so'ygu siniqi edi. Muhabbat bog'da emas, tog'da sinildi. Qasr bizaklarda emas, bayavonlarda sinildi. Baxt tapqanda emas, mo'ldir yoqqanda sinildi. Men o'qishingiz tutga kutaman, biroq men hozir ig'ir sinoq ustida turibman, dedi Lutfulla. Boshqa kelganda batur debkan, shu chog'da bir gap bo'lmamdi? Agar surgun yo tutqun qilinsam-chu, ig'zingizni ushitib nat gapni qilsiz, har qanday sinoqqa men tayyor. Lutfulla qizlar gimnaziyasini amdala tugutish oldida turgan bu qizga buningdan ortiq savol qo'yish va uningdan javob kutishni reallikqa uyg'un bo'lmas deb faham qilgan bo'lsa kerak. Shunga qizning javoblariga hozircha qanoatlandi. Dal shu asnoda ikki tatar qizi kelib, Lutfulla bilan qizni bog' o'tirsidagi ko'ngil ichish maydoniga taklif qildi. Lutfullaning so'ygini o'ng'aysizlanib qizirib ketdi-da, "Xayr xo'sh, rahmat", dedi u. "Anam kasal edi. Menga ruxsat beringlar, men ketib olay. Ranjimaysizlar", deb oxir o'zirxolik so'rashga majbur bo'ldi. Lutfulla so'yginini uzatqach billa ketmoqchidi, lekin qizning sha'niga gap tegib qolmasin deb o'ylab, uni ayab, uning bilan shu yerda qo'shishib qoldi. O'zimi tatar qizlariga o'zirxolik aytib, ularning taklifini qabul qilmadi. U bu yerdan ayrilib, cho'ng ko'chaga chiqdi. Yo'lda uchrashgan ikki og'inisi bilan Nanmin yinidagi kitobxonaga bordi. Hamisha odam uzilmaydigan bu kitobxona oldida bugun odam qarasi ko'rinmaydi. Lutfullaning og'inlaridan biri ahvolni bilib beqish uchun kitobxonaning qiyo echiqliq eshigidan amdila kiray deb turishiga burundan tonish kitobxona xodimi "Orqangga yon" degan bishoratni berdi. Shoirning bir do'sti qarasa kitobxona jiddiy pechatlanayotgan ekan. Bu bishorat bo'yicha kitobxonadan asta chiqib ketdi. Uch do'st asta pichirlashib, vaziyatni tahlil qilib, janubiy ko'cha Nanliang tarafga qarab mandi. To'satdan noma'lum ikki kishining ularning iziga tushib olganligi sezildi. Bu ikki kishi kitobxonadagi ilg'or kitob sotuvchilar bilan aloqa qilg'uchilarni tizimlash uchun ularning piyiga tushgan Yantaqubning odamlari edi. Uch do'st orqasiga tushib olgan obsharkalarni darrov sezdi va qadamlarini tezlatib janubiy ko'chadagi bir cho'ng qoro ichiga kirdi-da, qoroning orqa eshigidan tor yo'lga chiqib, o'z yotoqlariga ketishdi. Lekin Lutfulla bu vahimadan qilcha huduqmadi. U mudish vaziyatga ko'krak kirib chiqib, jasurlik bilan kurashga otlandi. Qabohat ordisiga nayza otdi, jaholat mudishini gangratdi. Shoirning jasorati va inqilobiy qaysarligiga uning ashu terrorlik yillarida yezib e'lon qilgan yillarga javob sarlaviylik she'ri munozirasiz isbot bo'la oladi. Inqilobiy jangovarlik va inqilobiy umidvorlik bilan yo'g'rilgan bu yalqinli xitob Yantaqubchilarga kuchli zarba va taraqqiyparvar kuchlarga
zo'r ilhom bo'lgan edi. İcadım şeirlerimning iz tamg'isi bor, oldimdan qechib ketgan har yil bo'ynida. Qirmasman kurashning keskin shig'ida, she'rim yulduz bo'lib yanar oldimda. Esilarman miltiq etib tavlangan qo'lga, yipsharman bayroq bilan olg'a otlagan yo'lga. Kurash bayog'inida harmasman asla, yengish bilan kelib chiqimiz kang g'olib yo'lga. Yillar maydoni tutib qaqoqlab kulma, oldinda qizirishdan ortiq ko'rman o'limni. Qiritiman deb ortiq ko'ngil bo'lma, oxirgi jangga atab qo'yarman o'g'limni. Kurashchan bolalar qo'g'lishib yillar, kurashchan nevrlarini cho'qim topidu. Oqshom baxt uchun qurbon bo'lganlarni qabrisini yo'qlab gullar yopidu. Yillar dengizi to'lqinliq bo'lsa-mu, qo'llaringni yoridu bizning qarab. Yilning o'tishi bilan qo'rqib baqsang-mu, ijod yillarni qaritidu deb berimiz javob. Aradan 3 oy o'tgandan keyin Lutfulla xizmat yutkash yelisi bilan Aqsuga minish uqtirishini topshirib oldi. U o'zi bilan billa naburchik do'sti Turdi O'siyonning surgun qilinganligini bilgandan keyin o'zini yenik his qildi. 1943-yil 9-oyning bir kunisi u qoq saharda o'rnidan turib, yuz ko'zlarini yuvdi. Kiyim kechkini ratlik kiydi. Ondan yotqining sirtiga chiqdi-da, Urumchi shahrining 4 atrofiga nazar tashladi. G'arb tarafdagi Tilsim tog'ining ustida oz to'la bulut ko'ringanidan boshqa havo suzuk edi. Sharqda muqaddas bug'da cho'qsi ro'shan cho'qchiyib turardi. Qizil rangga kirgan shafaq ajoyib rangdor ko'rinardi. Sharqdan kelgan illiq shamol uning tabassum chiroyini silab o'tadi. 1 soatdan keyin Lutfulla Turdi bilan billa Harvada o'tirib yo'lga chiqdi. Atigan soat 10lar atrofida Uchtash mahallasining janubiga yetib borganda, uni uzitish uchun to'plangan nurg'un o'g'il qiz o'quvchilar qaynam urkishi bilan Turdi tushgan Harvani uzungacha qorishib oldi. Ular ichidan bo'takuz bir qiz texmo parvoni bo'lib yig'lab turardi. O'g'il qizlar oxiri ko'zlariga yosh ilib, "Xayr xo'sh, suyimli Lutfulla, sizga oq yo'l tilaymiz" deyishib, qo'llarini pulanlatib xayrlashdi. Ular o'z izida taki Harvaning qarisi ko'rinmaguncha uzoqcha qarishib qolishdi. 2-3 soat ichida Harva Ulanbay o'rmonligidan chiqib, Do'ngsan teg'ining janubiy aylanmasiga yetib bordi. Kichikgina xatni zapmi uzun o'qib ketding. Ichida nima sir bor ekan? Naburchik Turdi O'siyon savol so'rab, Lutfulla mutallibning tafakkur xiyolini uzib tashladi. Uchtashdan ayrilib Ulanbaydan o'tgandan boshlab shoirning bir chiroyli gul sizilgan konvert ichidan chiqqan oq ipak qo'lyog'liqqa kashlangan bir parcha she'r ham qo'lyog'liq bilan o'ralgan qisqa bir parcha xatdan ko'zini uzmay qayta o'qiyotganiga 1 soatdan eshib ketdi. Odatda beshiga osmon yiqilib tushsa-mu pisand qilmaydigan shoirning xiyolparast bo'lib qolishi Naburchikni savol so'rashga majbur qilgan edi. "Cho'nqor tepishmoq yurak yodikori", dedi Lutfulla Naburchikka javob berib va kashta yog'liqqa xatni qaytadan o'rab konvert ichiga soldi. Shoirni Uchtashda uzitib qo'yishga chiqqan o'g'il qizlar ichidan beshiga chiroyli o'nchi do'ppa, qutisiga gullik ko'nglak, ko'nglakning ustiga kulrang sarji kostyum, putiga chiroyli qora to'plak kiyib olgan, chiqtal uzun o'rimi chashliq, bug'doy o'nglik, inchga uzun qashliq, qora ko'z, g'unchi bo'y bir qiz bir parcha konvertni Astriddan Harva ustidagi somkaga tashladi-da, o'ppida qidirib astag'ini to'pning yiniga berib olgan edi. Shu chog'da uning ikki ko'zining chaniqi liqqida yoshga to'lgan edi. Lekin u levini tishlab, chandurmaslikqa tirishadi. Eng suyimli kishisining janubga mangadigan judolik xabarini anglagan minutdan boshlab, qizning vujudida madar, tinida jon qolmagan, a'zoyi badanlari jonsiz haykaldek qaytib qilishga boshlagan edi. U kechicha bir parcha oq ipak yog'liqqa shoirning ma'rifat lirikasini chiroyli kashlab chiqdi. U yana o'z qo'li bilan bir parcha qisqa xat yozib, uni kashta yog'liqqa o'radi va gullik cho'ng bir konvertga silib, atsi uzitish fursatida Lutfullaning sumkasi ichiga asta silib qo'ygan edi. Mana bular gullik konvertning haqiqiy siri edi. Harva Davanching tog'larining yiniga joylashgan Tuz ko'lining uduliga borgandimi, shoir yanala xiyollar osmonida parvoz qiladi.
Osmonda bir parchamo bulut ko'rinmaydi. Sharq tog'larining ustidan cho'qchiyib osmonga taqishib turgan Urumchining egiz munari, bug'da cho'qsi mushu yerda texmo aniq ko'rinadi. Lutfulla bug'daga yana nazar tashlaganida, uning o'tliq yuragida Urumchidagi qaynoq hayoti, ijodiy faoliyatlari bilan uning o'tda kuyayotgan yalqinliq yurak muhabbati bir-biriga mujassam bo'lib giralishib ketdi. 4-bob tugidi.